Munisa Rizayevadan yangisi. Kim yoki nimani unutishni xohlardingiz? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng so'nggi va eng tezkor yangiliklar faqat bizda. O'zbek estradasining yorqin yulduzi Munisa Rizayeva muxlislarini yana bir bor ajoyib ijodi bilan xursand qildi. Xonanda yangi qo'shig'ini taqdim etar ekan, uning so'zlari va his-tuyg'ulari bilan muxlislar qalbiga ta'sir o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Ishonmading menga, tuyg'ularimga, yuragimdagi hislarimga. Balki unutarman, balki unutolmayman uni. Mazkur tarona muhabbat, dard va unutilmas xotiralar haqida bo'lib, har bir tinglovchi o'zini shu satrda topishi mumkin. Tarona uchun suratga olingan videoklipda Munisa Rizayeva nafis va jozibali obrazda namoyon bo'lgan. Uning qora libosdagi ko'rinishi va his-tuyg'ulariga boy yuz ifodalari qo'shiqning ma'nosini yanada chuqurlashtiradi. Klip kadrlarida xonandaning afsus va hayotdagi to'la nigohlari, yumshoq va dardli tabassumlari aks etgan. Bu qo'shiqni eshitgan har kishi o'z his-tuyg'ularini qaytadan his qilishi va shaxsiy xotiralari bilan bog'lish imkoniyatiga ega. Munisa Rizayeva bu asari orqali inson ruhiyatidagi nozik qirralarni yoritishga muvaffaq bo'lgan. Muxlislar xonandaning yangi ijodiy yurishini iliq kutib olishda va ijtimoiy tarmoqlarda o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqdalar. Ko'pchilik bu qo'shiqning yurakka yaqinligi va ta'sirchanligi haqida gapirmoqda. Siz Munisa Rizayevaning ushbu taronasi haqida qanday fikrdasiz? U sizga qanday xotiralarni eslatdi? O'z fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolaman.